qudam nima deydi, oshnam nima deydi, qarindoshim nima deydi, mahalla nima deydi desa der, aytsa aytar. Nima bo'pti ular aytsa? Nima bo'ladi gapirsa? Payg'ambarimiz alayhisalom gapirgan nima? Omonda bo'laman deb o'ylaysizmi siz odamlarning gapidan? Abu Bakrlarni gapirgan omonda bo'ladi deb o'ylayapsizmi endi biz? Abdurrahmon ibn Avf ihson qilganda riyo qildi Abdurrahmon degan odamlar. Abdurrahmon ibn Avf pulim yo'q deganda baxil bu Abdurrahmon ibn Avf degan odamlar. Subhanalloh, u yog'i ham, bu yog'i ham gap ekan. Xo'p, nimaga ular uchun qiynalish kerak? Mana bizning holatimiz qanaqa o'zgarib ketdi? Qalbda nimaga halovat yo'q, nimaga namozda xushu yo'q, nimaga Ramazon keldi, hali ham gunohdan tiyila olmayapman. Ha, biz shuncha ish qilib qo'ygandan keyin qanday halovat bo'lsin qalblarimizda? Qanday sakinat bo'lsin dillarimizda? Qanday xushu bo'lsin namozlarimizda? Qanday taqvo bo'lsin ro'zalarimizda? Biz shuncha takalluf bilan yashayapmiz hayotda.